Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli YouTube kanalimiz a'zolari, skuter quv obunachilari. Bugun 25-fevral 2026-yil. Xohlasa muborak Ramazon oyida turibmiz. Buni turishini qarang. Bu benzinli skutermi yoki elektronli skutermi? Akalar, hozir shu skuterimizni obzorini ko'rib chiqamiz. Ko'rishdan oldin bitta like bosib, obuna bo'lib ketishingiz sizlardan chiqmasin. Xudo xohlasa narxlarini ham rosa ham sizlar xursand bo'ladigan narxlarda chiqaramiz. Eng arzon narxlarda bo'ladi. Turishlarni qarang. Mototsiklga o'xshaydi, haqiqiy bor-ku. Oldin oldin benzinli mototsikllar bo'lardi, Yava, shunga o'xshagan Rossiyani mototsikllarimi? Rossiyanikimi? Endi yosh katta odamlar ko'proq bo'ladi. Shunga o'xshab Xitoydan elektronli skuter bu. Shunaqa skuter keldi, yangilik bu akalar. Hech qanaqa benzinli emas. Bu kaliti bu yerda turganiga, soliq turganiga ko'pchilik ko'rib, bu benzinli deb o'ylashyapti. Hech qanaqa bu benzinli emas. Bunisi ana cho'ntechasi xolos, bu ochiladi, cho'ntecha, bardacho'yi xolos. Bir narsangizni solib ketsangiz bo'laveradi. Skuterimiz elektronli skuter. Dizaynlarni ko'ryapsizlar, vaqti gap bo'lishi mumkin emas. Dugalarni qarang. Nikel dugalar ishlab qo'yganlar ham chiroyli qilib faralarni yonishini qarang, led fara. Hop, skuterimiz ma'lumotlariga keladigan bo'lsangiz, skuterimizda 6 ta akkumulyator joylashgan. 20 talikdan bitta zaryadi bilan 40 kilometrdan 60 kilometrgacha minsangiz bo'laveradi. Masofasi 40 dan 60 kilometrgacha yetadi zaryadi. Ikki kishini bemalol ko'taraveradi. Ya'ni 150-180 kilogacha bo'lgan yukni bemalol olib ketaveradi skuterimiz. Faralarni yonishini qarang. O'ta ham go'zal. Amortizatorlari ham ancha baquvvatidan qo'yilgan. Buni bunday qilib ochadigan bo'lsangiz, oyoq qo'yadigan bo'ladi. Orqasiga o'tiradigan odam oyog'ini qo'yib ketaveradi. Oldiga o'tirgan odam oyog'ini bu yerga yoki bo'lmasa bu yerga qo'yib olsa bo'laveradi bemalol. Mana, ko'ryapsizlar. Maksimal tezligi 60-65 tezlikda harakatlanadi skuterimiz. Faralar, bu yerda ham led faralari bor. Dannibilishli faralari, 3 tali skorsi mavjud. Hop, zatniga ham yuradi. Buni bosadigan bo'lsa zatni M funksiyasi bor. Tablolari ko'ryapsizmi? Parkovka, kilometr, skorsi, volti, zaryadini hamma yo'qni ko'rsatib turadi. Buzilgan joylarni aytadi. Tormoz sistemalari jidkisli qilib ishlangan. Avarinka rejimlari bor. Mana avarinkalarni yoqib ko'rsatamiz akalar. Ko'ryapsizlar, o'ta ham go'zal. Signallarni eshitdinglar, bitta baho bering signaliga. Signallari ham cho'chitadigan, qo'rqitadigan signal. Haqiqiy. Ko'ryapsizlar? O'ta ham go'zal, xudo xolasa. Tiyag'ichi ham ikkita, bu yerda ham tiyag'ichi bor, orqasida ham tiyag'ichi bor. Balon razmerlariga keladigan bo'lsak, akalar 90 ga 90 12 lik balonlardan qo'yilgan 8 diskali Cherokee balondan bo'ladi akalar. Balonlari ham katta. Vilkalarni qarang, vilkalari ham endi muammo emas. Ancha baquvvatidan qo'yildi vilkalari ham. Yonidagi dugalari ham ancha baquvvat. Agarda yiqilib, boshqa bo'ladigan bo'lsa, aqa-baqa doshkaga qo'yayotganda yiqilib ketadi, boshqa bo'ladi. Yiqilib tushsa ham bu plastmassa korpuslarini ancha himoya qilib berib turadi dugalar. Motor quvvatlari 1000 vatli, lekin 240 vat yozilgan. Prava nomer so'ramaslik uchun 240 vat yozilgan. Orqa faralar yonishini qarang. Bachoylari ham katta qilib ishlangan. Bachoylari bemalol xarajatingizni, yukingizni solib olib ketsangiz bo'laveradi. Ko'ryapsizlar, bachoyi ham ancha katta. Ichida kaskalari, jiletkalari bor, zaryadchigi bor. Tushib ketdi. Mana zaryadchilar 72 volt 20 amper foizini ko'rsatib turadi. O'zi to'lganda avtomatik o'chadi. Kitobchalari ham bor ekan. Yurishini bitta tekshirib ko'raylikmi, qarang. Eng qizig'i bu skuterimizda qarang. Bu ochig'ini bitta bosib qo'yasizda. Ayrim mashinalarda yo'q, start stop shunda bor mana. Start stop bitta bosasiz, skuterimiz yonadi. Ko'ryapsizmi? Opa shunday deb gapirgandan keyin skuter yuraveradi. 60 tezlikda harakatlanadi. Tormozni bitta bosasiz, to'xtaydi. Tormozni bosganingizda orqa faralar yonadi, qizil bo'lib. Ko'ryapsiz? Orqa faralar yonadi, avarinka rejimlari bor. Lekin skuterimizni bunaqangi sertifikatini qilib beramiz, dokumentini. Mana ko'rib turibsizlar, xuddi shunaqangi skuter. 2026-yilda eng katta yangi skuterlarimizdan biri. Skuterimizni mana nimalariga keladigan bo'lsa, 72 voltli 101 kilo skuterimiz 2025 12-oy. Bilasizlar, yangi kirib keldi. Bizga kirib kelganiga hali 1 oy ham bo'lmadi shekilli menimcha. 1 oy ham bo'ldi yo bo'lmadi shunaqa. Start stop bor. Keyin skuterimizda Bluetooth mikrofoni ham bor. Bemalol Bluetoothda telefoningizni Bluetoothdan ulab olib, qo'shiq, muzika, Qur'on eshitsangiz bo'laveradi bemalol, akana. Tezlikni yoqtiradiganlarga
o'ta ham boshqachasini hech kimda yo'g'ini minaman deydiganlarga rosa ham mos keladi. Ko'ryapsizlar. Qizil rangi hamda bunaqangi ranglari bor bu skuterimiz mana. Ko'ryapsizlar. Shunaqangi ranglari bor. Rollari ham ancha baquvvat. Yana nimasi qolib ketyapti akalar? Shunaqa egallari ham yumshoq. Lekin o'zimga yoqqan tomoni chiqib o'tirasiz-ku. O'tirganingizda mingani komfort. Masalan 99%, 100% odam o'tirib minadigan bo'lsa, o'zida komfort his qiladi skuterga o'tirganda. Komfortini biladi, bitadi akalar. Endi skuterimizni narxiga keladigan bo'lsak, narxini aytishimdan oldin bitta like bosib qo'ying deydi. Ko'rib turgan skuterlaringni 7.200.000 so'mdan baraka qilamiz akalar. O'zbekiston bo'ylab dostavka xizmatlarimiz mavjud. Albatta kelishilgan pulli bo'ladi. Kelishib arzonroq narxda qilib beramiz dostavka xizmatlarimizni. Vodiy bo'ylab o'zimizdan 10 km, 15 km nariga ko'rib turgan skuterlarning dostavkasiga atiga 5 yoki 10 dollar qo'shib beradigan bo'lsangiz, shunday dostavka qilib berilaveradi akalar. 7.200.000 so'mdan xohlaganingizni tanlab olib ketsangiz bo'laveradi. Bemalol akalar. Signallarni qarang, signali ham ikkita, ham bu yoqda, ham bu yoqda. Cholaydigan bo'lsangiz qarang. Ko'ryapsiz signal. Qachach. Sam go'zal. Agar birorta odam bo'lsa meni ko'rsatardik. Yurishini qarang buni. Вообще o'ta ham silliq, jim. Teziklari ham вообще shakillar. Tushish biroz noqulay ekan, lekin o'ta ham gap bo'lishi mumkin emas. Ko'ryapsizlar akalar. Men hozir bitta o'zim mindim, orqamda yana bir kishi ketaveradi bu. Oyoq qo'yadigan bitta tushirib oladi, oyog'ini qo'yib ketaveradi. Hammazatlari ham ancha baqon. Keyin skuterimizni pultdan yurgizsangiz ham bo'laveradi. Start stop bitta o'chirasizda pultdan yurgizaverasiz. Yurdi. Welcome to use the smart Bluetooth e-bike. Skuterimiz yoqqan bo'lsa, video yoqqan bo'lsa, bitta like bosib obuna bo'lib ketishingiz sizlardan chiqmasin. Sizlar bilan skuter quva bo'ldi.